Assalomu alaykum hammaga. Banaviy 71 guruh Xoliqov Abdurazzoq G'o'zalovbek Jamshidjon tomonidan ushbu prezentatsiya tayyorlandi va bu prezentatsiya mavzusi xarid tizimida ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlar bo'ladi. Prezentatsiya 3 ta rejadan iborat. Imtiyoz berilgan subyektlar, imtiyozlarni qo'llash mexanizmlari, kutilayotgan natijalar va samaradorliklardan iborat. Davlat xaridlarida ijtimoiy-iqtisodiy siyosatning nazariy asoslari. Davlat xaridlari tizimida zamonaviy iqtisodiyotda nafaqat tovar va xizmatlarni sotib olish mexanizmi, balki davlatning strategik ijtimoiy-iqtisodiy siyosatini amalga oshirish quroli hisoblanadi. Ilmiy nuqtai nazardan bu jarayon gorizontal siyosat deb ham atalib, xaridlar orqali jamiyatdagi ijtimoiy tengsizlikni kamaytirish, kichik biznesni qo'llab-quvvatlash va innovatsiyalarni rag'batlantirishni ko'zda tutadi. Ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlar tizimi bozor muvozanatini saqlash va ijtimoiy farovonlikni oshirishga xizmat qiladi. Xarid tizimida imtiyozlarning huquqiy va institutsional bazasi. O'zbekiston Respublikasining xarid tizimida ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlar davlat xaridlari to'g'risidagi qonun va unga tegishli normativ hujjatlar bilan tartibga solinadi. Bu bazaning asosi xalqaro standartlarga, jumladan Jahon savdo tashkilotining davlat xaridlari to'g'risidagi bitimi prinsiplariga moslashtirilgan. Huquqiy baza mahalliy ishlab chiqaruvchilarga va ijtimoiy zaif qatlamlarga xarid jarayonlarida ishtirok etish uchun teng imkoniyatlar yaratishni kafolatlaydi. Mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun narx preferensiyalari mexanizmi. Iqtisodiy imtiyozlarning eng keng tarqalgan shakli bu narx preferensiyalaridir. Bu mexanizmga ko'ra mahalliy ishlab chiqaruvchilar tomonidan taklif etilgan tovarlar narxi xorijiy yetkazib beruvchilarning taklif qilgan narxidan ma'lum bir foizga qimmat bo'lsa-da, ularga ustunlik berilishi mumkin. Bu usul milliy iqtisodiyotni xalqaro raqobatning salbiy ta'siridan himoya qilish va valyuta chiqib ketishini oldini olish uchun xizmat qiladi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash. Kichik va o'rta biznes subyektlari iqtisodiyotning drayveri hisoblanadi. Davlat xaridlarida ular uchun maxsus kvotalar ajratilishi ijtimoiy-iqtisodiy barqarorlikni ta'minlaydi. Masalan, umumiy yillik xaridlarning bir qismi faqat kichik biznes subyektlari o'rtasida amalga oshirilishi shart qilib belgilanadi. Bu kichik korxonalar barqaror daromad manbaiga ega bo'lishi va bozorning yirik ishtirokchilari bilan raqobatga kirishishini ta'minlaydi. Ijtimoiy yo'naltirilgan xaridlar va nogironligi bo'lgan shaxslar bandligi. Ijtimoiy imtiyozlarning muhim jihati nogironligi bo'lgan shaxslar mehnatidan foydalanadigan korxonalarni qo'llab-quvvatlashdir. Agar korxona xodimlari 50% dan ortiq nogironligi bo'lgan shaxslar tashkil etsa, bunday korxonalarga davlat xaridlarida to'g'ridan-to'g'ri yoki imtiyozli asosda shartnomalar tuzish huquqi beriladi. Bu ijtimoiy inkluzivlikni oshirish va davlatning ijtimoiy himoya yukini kamaytirishga yordam beradi. Yashil xaridlar, ekologik va iqtisodiy barqarorlik uyg'unligi. Ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlar doirasida ekologik jihatdan toza va energiya tejamkorlik mahsulotlariga ustuvorlik berish yashil xaridlar tamoyili deb ataladi. Bu yerda imtiyoz nafaqat narxda, balki baholash mexanizmlarida ham namoyon bo'ladi. Atrof muhitga kamroq zarar yetkazuvchi texnologiyalarni joriy etish, tadbirkorlarga qo'shimcha ballar berish orqali jamiyatning ekologik xavfsizligini ta'minlaydi. Ayollar va yoshlar tadbirkorligini rag'batlantirish strategiyasi. Gender tengligini ta'minlash va yoshlar bandligini oshirish maqsadida davlat xaridlarida maxsus ijtimoiy mezonlar qo'llaniladi. Ayollar boshqaruvidagi yoki yosh tadbirkorlarni tashkil etgan korxonalarga xarid tanlovlarida ishtirok etish uchun ballik tizim orqali ustuvorlik beriladi. Bu chora-tadbirlar jamiyatning ijtimoiy dinamikasini yaxshilashga va yangi tadbirkorlar qatlamini shakllantirishga qaratilgan. Mintaqaviy rivojlanish va chekka hududlarda korxonalarning imtiyozlari. Iqtisodiy imtiyozlar mintaqaviy
disproporsiyalarni bartaraf etishga ham xizmat qiladi. Chekka yoki iqtisodiy rivojlanishi sust bo'lgan hududlarda faoliyat yurituvchi tadbirkorlarga davlat xaridlarida ishtirok etish uchun soliq imtiyozlari bilan birga xarid tovarlarida ustuvorlik berilishi mumkin. Bu hududiy infratuzilmani rivojlantirish va aholi migratsiyasini kamaytirish imkonini beradi. Import o'rnini bosish va eksport salohiyatini oshirishdagi o'rni. Davlat xaridlaridagi imtiyozlar milliy brendlarni yaratish va importga qaramlikni kamaytirishning muhim omili. Mahalliy ishlab chiqaruvchilarga berilgan imtiyozlar ularga ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish va mahsulot sifatini xalqaro darajaga olib chiqish uchun moliyaviy barqarorlikni beradi. Bu esa o'z navbatida kelajakda ushbu korxonalar eksport bozorlariga chiqishga zamin yaratadi. Imtiyozlarni qo'llashda shaffoflik va korrupsiyaga qarshi kurash. Ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlar tizimi suiiste'mol qilinmasligi uchun jarayonning shaffofligi o'ta muhim. Elektron xaridlar tizimi orqali imtiyozlar avtomatik tarzda hisoblanishi inson omilini kamaytiradi. Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, imtiyozlar aniq mezonlarga asoslangan bo'lsagina, ular korrupsion xavflarni oshirmasdan iqtisodiy samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Xaridlar samaradorligini baholashda ijtimoiy mezonlar. Davlat xaridlarining samaradorligini an'anaviy ravishda tejamkorlik bilan o'lchanadi, biroq ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlar sharoitida samaradorlik kengroq tushunchadir. Bu yerda sarflangan mablag'ning jamiyatga qaytishi, yangi ish o'rinlari, to'langan soliqlar va ijtimoiy barqarorlik hisobga olinadi. Multiplikator effekti orqali bir so'm xarid xarajatining iqtisodiyotga keltiradigan bilvosita foydasi tahlil qilinadi. Xalqaro tajriba. Rivojlangan davlatlar misolida imtiyozlar. AQSh, Yevropa Ittifoqi va Janubiy Koreya kabi rivojlangan davlatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, davlat xaridlari ijtimoiy o'zgarishlar drayveridir. Masalan, AQSh xaridlarining 23% kichik biznes subyektlari uchun bron qilingan. Ya'ni faqat 23%ni faqat kichik biznes subyektlari foydalana oladi. Qolgan o'rta biznes yoki yirik biznes subyektlari 23% dan qolgan qismiga egalik qila olishadi. Ushbu xalqaro modellarni tahlil qilish va milliy qonunchilikka moslashtirish iqtisodiy modernizatsiya sur'atini oshiradi. Xarid tizimidagi imtiyozlarni takomillashtirish istiqbollari. Kelajakda xarid tizimidagi ijtimoiy-iqtisodiy imtiyozlar sun'iy intellekt va blokcheyn texnologiyalari orqali yanada aniqroq bo'lishi kutilmoqda. Imtiyozlarni faqat moddiy qo'llab-quvvatlash emas, balki innovatsion salohiyatni oshirishga yo'naltirish ustuvor vazifa bo'lib qoladi. Bu esa davlat xaridlarining nafaqat iste'molchi, balki iqtisodiy rivojlanishning strategik hamkori sifatidagi rolini mustahkamlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.